izhorlari bor. Halima momo keling. Onajon bugun yaxshi niyatlarni sizdan imomoma ayamizni niyatlarini, tabriklarini, qutlovlarini tinglaymiz. Qarangki, shoirga dedilar, siz mashhur odam, shunchalar mashhursiz, hamma taniydi. Lekin shoir dedi, afsus, menda bir alam. Meni ham muallim desalar taniydi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, xush ko'rdik. Bayramlar muborak bo'lsin, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Davomli bo'lib berish nasib ro'z aylasin. Onajonimizni dil-izhorlarini eshitamiz, niyatlarini eshitamiz, tinglaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz mehribon, juda qadrli o'quvchilarim, hammalaringizga mana bugungi yubiley bilan tabriklab, oilaviy baxt, sog'lik, uzoq umrlar tilayman. Hammalaring hech qachon qarimaylar, yillab umrlar ko'rib, yoshlikdagi shovqin suron hech qachon sizlarni tark etmasin. Oilaviy yana aytaman, katta baxt, uzoq umr, hamma yaxshi tilaklar doimo sizlarga niyatlaringizdan rahmat. Mana hurmatlab, e'zozlab, chaqirib, o'zi yomon o'qituvchi edim, lekin qadr qimmat qilib aytganlaring uchun juda minnatdorman. Hammalaringga sog'lik, salomatlik, yana 20 yildan keyin 70 yillikda mana shu dargohda inshaalloh yana yosharib ketinglar. Sog'lik, omonlik, rahmat. Yashang onaxon, omon bo'ling. Yaxshi kayfiyatda, ko'tarinkiroqda, didor g'animat onlarda didorlashganimizdan g'oyatda mamnunmiz, shodmiz. Onajon bugun badiiy sahna maydonida chiroyli raqslar bilan o'zingiz boshlab berasiz. Mening uchun dunyoda eng aziz onajoningidan bir o'ynasin. So'zlari jonimga darmonim, mehribonim ham o'ynasin. Qo'lidan tushmasin urmaga, nebara chevarasi ermaga, oilamning suyanchi tirgaga. Onajonigidan bir o'ynasin, mehribonim ham o'ynasin. Onajonlarimizni, sinfdoshlarimizni dilga yaqin navolar, dilbar sadolar bilan siz u biz tinglaganmiz, eshitganmiz. Ustoz san'atkorimiz marhum Bobomurod Hamdamovni o'ng qo'l